Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Bugungi mavzuyimiz bu inson hayotingizga qanday topshiriq bilan keldi? Ya'ni sizni hayotingizga kirib kelgan insonni vazifasi nima? Nima uchun hayotingizga kirib keldi? Ya'ni sevgan insoningiz qanday vazifa bilan hayotingizga kirib keldi deb nomlanadi. Xo'sh, men tarologman. Ichingizdagi javobini topolmayotgan savollaringizga javob topishda yordam beraman. Demak, ikkita variant bo'ladi. Bittasini tanlaysiz, yuragingizga yaqinini tanlang. Birinchi variant. Ikkinchi variant. Shaxsiy rasklad uchun QR kodga skaner qilsangiz, lichkam chiqadi Telegram kanalida yoki video ostidagi raqamga Telegram, WhatsAppdan yozishingiz mumkin. Birinchi variant. Hayotingizga nima uchun kirib keldi bu inson? Bu inson hayotingizga kirib kelishini sababi yangiliklar. O'zingizda qandaydir yangiliklarga ochilish hissini uyg'otish uchun, sizni yangi g'oyalar bilan ta'minlash uchun, yangiliklarga, yangi g'oyalarga ochilishingiz uchun kirib kelgan inson sifatida turibdi. His-tuyg'ularingizni ochiq ko'rsata olishingiz uchun kirib kelgan inson sifatida turibdi. O'tmishdagi bo'lgan muammolar, o'tmishdagi bo'lgan qandaydir xatolar, o'tmishda sizga qilingan qandaydir tuzoqlar bo'ladimi? Mana shunaqa narsalardan balkim siz yopilib qolgan bo'lishingiz mumkin yangi munosabatlarga. Hayotingizga kirib keladigan yangiliklarga bekilib qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu sinovlar ta'sirida. Mana shu narsalarga, ya'ni bloklaringizni ochgani, mana shu siz o'zingizni to'sib qo'ygan narsalardan ochgani kirib kelgan inson sifatida turibdi. Balkim siz uzoq vaqt ikkita munosabat o'rtasida bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sevgi uchburchagi bo'ladimi? Mana shunga o'xshagan qandaydir sevgi uchligida uzoq vaqt siz qiynalgan bo'lishingiz mumkin, xafa bo'lgan bo'lishingiz mumkin, ichingiz og'rigan bo'lishi mumkin. Mana shu sevgi uchburchagi ta'siri ostida siz ko'p narsani yo'qotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shuning uchun ham siz o'z qobig'ingizga o'ralib olgan, ya'ni hech narsaga ishonmay qo'ygan holatga kelgan bo'lsangiz, bu narsalar ta'sirida mana shu narsadan sizni chiqarish uchun kelgan inson. Bu inson sizni o'z qobig'ingizdan chiqishda yordam beradi. Yana hayotga boshqa bir nazar bilan qarashingizda yordam beradi. Hayotingizga sevgi, munosabatlar, agar siz hozirda oilangiz bo'lmaydigan bo'lsa, oila qurish bilan bog'liq, oila qurishga bo'lgan qandaydir qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, sevgiga ishonchsizlik bo'ladigan bo'lsa, bu inson sizni hayotingizga sevgini olib kiradi. Balkim oila qurishlaringiz ham mumkin, ya'ni oila qurishga bo'lgan qo'rquvingizni yo'qotishda yordam beradi, qobig'ingizdan chiqishda yordam beradi. Shu bilan birga hayotingizga, balkim pul yo'llaringizga ochilishga, yangi bir mablag' tarafdan, finansiy tarafdan yangi urovingga chiqishingizda yordam beradi. Qanday maslahat? Siz buni uddalaysiz. Siz buni qo'lingizdan keladi. Bu narsani yengib o'tish qo'lingizdan keladi. Hayotingizdan allaqachon chiqib ketishi kerak bo'lgan narsani, anchadan beri ko'tarib yurgan mashaqqatli narsalarni, o'ylarni, xayollarni, yukni tashlashingizda va buni hayotingizdan chiqarib tashlashingizda, hayotingizni yangidan boshlashingizda yordam beradi bu inson. Mana shuning uchun, mana shu vazifalar uchun hayotingizga kirib kelgan bu inson. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu inson sizni o'tmishingizdagi og'riqlaringiz, bloklaringiz, umuman ishonchsizlik, o'z qobig'iga o'ralib olish bilan bog'liq muammolardan chiqishingizda
yordam beradigan inson sifatida turibdi va bu sizni qo'lingizdan keladi. O'tmishingizni transformatsiyasini yashashingizda, keraksiz narsalarni hayotingizdan chiqarib tashlashingizda yordam beradi va bunga siz ochiq bo'lishingiz kerak, tayyor bo'lishingiz kerak. Agar siz bu narsani qo'yib yubormayotgan bo'lsangiz, bu og'riqni va bu yuklarni uzoq vaqt ko'tarib yurishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu insonga ishoning. Demak, qo'yib yuborishingiz kerak bo'lgan narsalarni hayotingizdan chiqib ketishiga qo'yib bering. Bu yangi imkoniyatlarni, yangi insonlarni, yangiliklarni kirib kelishiga joy bo'shatadi. Birinchi variant. Mana shunday kartalar tushdi birinchi variantga. Demak, ikkinchi variant. Bu inson sizni finansiy holatda o'zingizni xavfsiz his qilishingiz uchun kirib kelgan hayotingizga. Balkim siz finansiy holatda, yashash sharoiti, finansiy darajasi muhim bo'lgan inson bo'lishingiz mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Siz uchun oilangizni sharoiti, yashash sharoitingiz, umuman pul bilan bog'liq, yashash sharoiti bilan bog'liq narsalar muhim ayol sifatida turibsiz. Shu bilan birga sizda qandaydir ichki sezgilari juda ham yaxshi rivojlangan ayol sifatida turibsiz bu yerda. Balkim shu taraflaringizni rivojlantirish uchun kelgan inson bo'lishi mumkin bu inson. Nima uchun kirib kelgan? O'zingizdagi qo'rquvlarni yengishingiz uchun, qo'rquv, vahimalarni yengishingiz uchun kirib kelgan inson. Shu bilan birga finansiy holatingiz bilan bog'liq, qabul qila olmayotgan, qo'rqayotgan vaziyatlaringizda qo'rqmasdan qaror qabul qilishingizda yordam berish uchun kirib kelgan inson bu. Muammolaringizni hal qilishda, sizni kechalari uyqu bermayotgan qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, uyqularingizni halovatini oladigan muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu muammolardan chiqib, tinchlik, xotirjamlikka erishishingiz uchun va mana shu yo'lda yordam berish uchun kirib kelgan inson. Va bu yo'lda birgalikda harakat qiladigan bo'lsangiz, bu inson bilan sizni ikkilanishlaringizdan olib chiqadi, xalos qiladi, finansiy darajangizni o'sishda yordam beradi, finansiy holatda juda ham yaxshi rivojlanasizlar birgalikda va o'z qobig'ingizdan chiqishda yordam beradi bu inson. Qaror qabul qilishingizda, ikkilanishlardan chiqishingizda yordam beradi. Shu bilan birga finansiy tarafdan birgalikda harakat qilganingizda juda ham yaxshi natijaga erishasizlar. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bu inson nima uchun kirib keldi hayotingizga? Sizni finansiy holat bilan bog'liq vaziyatlarda qaror qabul qilishingizda va bu darajada yana bir pog'ona yuqoriga chiqishingizda birgalikda rivojlanish uchun kirib kelgan inson. Ya'ni siz o'zingizni xavfsizlikda his qilishingiz uchun, halovat topishingiz uchun, muammolaringizni yechib va bunda sizda yechishga yordam berish uchun kirib kelgan inson sifatida turibdi. Qanday maslahat? Maslahat shundaki, siz ruxsat bering bu insonni sizga yordam berishiga. Siz norozi holatda turibsiz. Men o'zim qilaman, o'zimni qo'limdan keladi, menga hech kim kerak emas degan holatda turibsiz. Yo'q, siz ruxsat bering sizga bu inson yordam berishiga. Sizdagi bor narsalardan shukr qilishga, shukronalik aytishga sizni tavsiya qilaman va shundagina hamma narsa zo'r bo'ladi. Juda ham yaxshi natijaga erishasizlar. Faqatgina siz ruxsatingizni kutib turgan holatda turibdi. Siz ruxsat bersangiz hammasi zo'r bo'ladi. Sizning ichki bloklaringiz, qo'rquvlaringiz, vahima, panika, mana shunaqa narsalar halovatsizlikni yengish uchun, bundan olib chiqish uchun kirib kelgan inson sifatida turibdi. Ikkinchi variantni tanlagan inson.
Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha.